Jarrohlik amaliyoti boshlandi. Yoshlar telekanali va respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi hamkorligida yurak kasalliklariga bag'ishlangan maxsus inson qadri teleloyihasi. Elektrofiziologiya bo'limida hozirgi kunda yuqori texnologiyali muolajalar keng qo'llanmoqda. Yurak kasalliklariga chalingan insonlarning hayotiy hikoyalari. Kapelnitsa qo'yganda ninani ichidan stent qo'yadi. Tibbiyot markazining zamonaviy diagnostika va davolash imkoniyatlari haqida batafsil ma'lumotlar Inson qadri teleloyihasida. O'tkazib yubormang. O'z yuragingiz salomatligiga befarq bo'lmang. Yaxshigina operatsiyadan chiqdik. Amaliyot yaxshi o'tdi. Assalomu alaykum. Mana salomatligimiz to'g'risida Toshkentga keldik. Yurak to'g'risida yuragimiz 2 marta infarkt bo'lgan. Shu yerda operatsiya deyishgan, shu keldik. Kelganimizda mana xodimlar hammasi yaxshi kutib oldi. Kelganda yarim soatdan keyin xudo xolisa mana operatsiyaga olishyapti. Operatsiyaga kiraman. Xudo xolisa chiqqandan keyin yana ko'rishamiz xudo xolisa. Yaxshi niyat. Hammalarga yaxshilik tilab qolamiz. Assalomu alaykum. Meni ismim Islom Sharipov. Bugungi amaliyotimiz 67 yosh bemorda aorta koronariy shunlash amaliyoti. U bemorga biz 3 ta yangi tomir tikib beramiz. Bizning mana eksklyuziv texnologiyalarimizni hozir sizga ko'rsatamiz. Hozir biz 67 yosh bemorda aorta koronariy shunlash amaliyotining asosiy qismiga kirishamiz. Aorta koronariy shunlash amaliyotida yurakning o'zini tiqilib qolgan eski tomirlariga yangi tomir ko'chirish amaliyoti, ya'ni oyoqdan, qo'lidan, ko'krak qafasining ichidan yangi tomirlarni yurakka ko'chirilib, unga yangi qon ta'minotini biz ta'minlab beramiz. Bu bemorda 2 marta infarkt bo'lgan, 2 marta